Xotin, nimang turdimi? Nima? Ha, nimang borki, shu turdimi deyapman. Nima tushuntirib gapiring, nimani ma'lamasdan? Bu yerda yotibdi-ku nimang. Ana shu turdimi deyapman, ana. O'g'limmi? Ha, ana shu turdimi deyapman. Siz hali uyda yotibdi. Bo'ldi, bor, chaqirib chiq. Hamshanga borish kerak. Assalomu alaykum, keling, yaxshimisiz? Nimangiz yaxshimi? Tushunmadim. Nima mana ishing seni? Menga qarang, eringiz yaxshimi deb so'rayaptilar, ibi. Shuni to'rasa bo'lardi-ku. Kim? Nima kelanding, Ismat? Shu o'g'lim nimangni ko'rib qolibdi. Bir kayf kelgan. Bir bersang shu nimang o'ynasa. Ana. Nima kayf ketdi? Ha? Ayt. Ana, tarvuz to'pdingiz. Ha, ana shu futbol o'ynamoqchi bachalar bilan. Shunday demaysanmi? Hay, olaversin, o'ynasin. Men to'g'ri gapirsang bo'ladi shuni, Ismat. Endi siz amakina to'g'ri tushunmang. Bilasizki, dadam so'z boyli ekan. Shunga nima deyaveradilar-da. Ha. Busi kapak. Ana, hozir xotining ko'rdim, nimasi yomon gap degani? Tushunmadim. Nima deysan sen, Ismat? Sen to'xtang, qarab gapir. Menga qarang, darrov xotiningiz dadam murdi, qo'li katta ekan debdilar. Ha, shuni to'g'ri aytsang bo'lmaymi? Mayli, sog'ligingiz, davay. Nima? Xotining ayt. Nimasini yopib qo'ysin. Uydan qaytan hammasi qarab o'tyapti. Nimani? Darvozangizni aytibdilar. Ha. Sog' bo'linglar. Shu Ismatni bir kun bittasi tilini qo'parib oladi-da.